Hammaga salom, har doimgidek sizlar bilan Xitoydan zakaz qilgan kiyimlarimni obzor qilamiz. Yangi yil atmosferasi uchun ustimdagi pijama, sviter, paypola va shapchkani zakaz qildim. Yana вечерний ужин partiyalarga kiyish uchun chiroyli ko'ylaklar zakaz qildim. Bilgan bo'lsanglar, bu yil payetkali kiyimlar trendga chiqqan. Nafaqat вечерlarga, sayohatga chiqqaningizda ham, kundalik obrazlaringizga ham qo'shsangiz bo'ladi. Qaysini tanlashni bilmasdan ikkalasini ham o'rdim. Birinchisi elegantniy, ikkinchisi esa qulay. Keyingi zakazlarim quyon mehidan qilingan panamka va kofta. Shu obrazim o'zimga juda ham yoqdi. Shunaqa jinsi yubka ham zakaz qildim. Ichida shortigi ham bor. Bu koftishkani Wildberries'da 1 millionga ko'rganman. Xitoydan esa 2-3 barobar arzonga zakaz qildim. Kachествоsi, formalari juda ham chiroyli. Orqasini qaranglar, buni shunaqa aksenti bor kiyimlarni juda ham yaxshi ko'raman. Keyin esa manishka bilan bilagida mehi bor perchatki zakaz qildim. Juda ham hashamatli va stilli ko'rinadi. Bemalol issiq ushiydi. Naturalniy mehdan qilinmagan bo'lsa ham qimmat ko'rinadi. Qo'limdagi perchatkini qaranglar, bir necha yuanga shunaqa asal narsa kelgan. Kam pulga qimmat ko'rinadigan didli narsalar kiyib bo'lmaydi deganlarga man isbotlab beraman. Keyingi zakazim Zara stilidagi bordoviy etik bilan perchatki. Sifati juda ham zo'r, yillab kiysangiz bo'ladi. Zaradan xuddi shu etikni $100 atrofiga olasiz. Perchatki bilan etik bir-biriga prям mos tushgan daji printlarigacha. Bu hali hammasi emas, hamma zakazlarim bitta obzorga sig'madi. Ikkinchi qismni ham ko'rish uchun menga podpiska tashlab qo'ying. Magazin profilini описаниеga отметка qilib ketaman. Bemalol zakaz berishingiz mumkin.